Assalomu alaykum barchaga. Sotuvda bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz GLE 450Y avtomobili. Ushbu avtomobil gibrid shaklda harakatlanadi. Yoqilg'i sarfi ham juda ham kam. Aynan shahar sharoitida ham maza qilib haydashingiz mumkin bo'lgan avtomobil. Bu avtomobil Amerikadan keltirilgan, faqatgina mana shu old kapot qismida bo'yoq sepilgan joyi bor ekan. Qolgan hamma joyi top-toza. Videoni oxirigacha ko'rsangiz avtomobilning holati va qancha yurib o'tgani, undan tashqari esa asosiy qismi bo'lgan narxini ham aytib o'tamiz. AQShdan keltirilgan avtomobil juda ham chiroyli, ko'rishingiz mumkin, oq rangda. Bu 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomobil, eng oxirgi, ya'ni restyling bo'lgan va o'zgarishlarga yuz tutgan model hisoblanadi. Buni radiator panjarasidan ham bilib olishingiz mumkin. 360 gradus kameralarimiz, parktronik sensorlar, hamma narsasi avtomobilda mavjud va avtomobilning yon tomonidan ham ko'rsatib o'taman sizga. Ko'rishingiz mumkin, GLE 450Y, ya'ni gibrid shaklda harakatlanadi ushbu avtomobilimiz. Bu yerda esa avtomobilimizning shinalari. Bu yerda razmerlari ham yozilgan ekan. Mana 275 ga 45 SR ZR 21 dyuymdagi shinalar o'rnatilgan avtomobilimizda. Undan tashqari kirishingiz oson bo'lishi uchun zinalar ham qo'yilgan. Kaltsiz kirish funksiyasi bor. Eshiklarda tortib olish funksiyasi-chi? Yo'q. Eshiklarda tortib olish funksiyasi ushbu avtomobilimizda yo'q ekan. Ichki qism salonlarini ham sizga ko'rsatadigan bo'lsam, mana ko'rishingiz mumkin. Qaymoq rang charmlardan foydalanib o'tilgan. Mana bu esa haqiqiy yog'och elementlardan foydalanib o'tilgan avtomobilimizda to'liqligicha o'rindiqlarda xotira, isitish hamda sovutish funksiyalari mavjud. Yukxonani ochish, bu yerda tugmalarni ko'ryapmiz va sport avtomobillariga xos bo'lgan o'rindiqlar, ya'ni mana ikki yonidan sizni ushlab turadigan joylari ham bor shu avtomobilimizning o'rindig'ida. Endi esa bu yerdan avtomobilni yoqamiz. Hozir elektrda harakatlanib turibdi avtomobilimiz, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda touch screenlari, bu yerda ham xuddi shunaqangi yog'ochlardan foydalanib o'tilgan. Iqlimni nazorat qilishingiz uchun blok qoldirilgan. Undan tashqari mana bu yerda mana radiolarni eshitib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ovozni past-baland qilishni qarang. Sensorda ijro etilgan ekan, juda ham zo'r. Bu yerda esa avtomobil adaptiv kurs kontrolni boshqarishingiz, mana bu qismdan esa aynan sport rejimiga o'tkazganingizda yaproqchalardan avtomobilni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Bosib o'tgan masofasi qancha desangiz, mana 1415 milya. Endi buni o'zingiz hisoblab olaverasiz, qancha masofa bosib o'tganini. Bu yerda mana avtomobilimizning barlari joylashtirib o'tilgan. Eng oxirgi yutuqlardan, texnologik yutuqlardan foydalanib ishlab chiqarilgan avtomobil hisoblanadi bu. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Yurish rejimlari ko'rishingiz mumkin. Elektr, gibrid, sportga qo'yamiz. Ko'ryapsizmi? Avtomobil o't oldi. Ya'ni dvigatel ishlashni boshladi. Sportga qo'yganingizda esa avtomobilni maza qilib shunaqangi o'zini dvigateli bilan ham boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Panoramani ham ko'rsatib o'tishim kerak. Juda ham katta lyuk ochiladi. Lyuki ham juda ham katta tarzda ochiladi avtomobilni. Sovuq motor bo'lganligi uchun motorning ovozi ham balandroq. Shunga ham ahamiyat berasiz. Orqa eshiklarimiz, orqa ko'rinish, avtomobilning orqa qismida o'tirishingiz uchun joylar, iqlimni nazorat qilishingiz uchun bu yerda ham blok bor, sensor yordamida. Type-C portlarimiz, poliklari ham chop qo'yilgan avtomobilni. Charmlari lekin juda ham baquvvat bo'lgan charmlar ishlatilgan avtomobilda. Baribir Mercedes-Benz. Orqa qismidan ham panorama ko'ryapsiz. Maza qilib panoramadan orqada o'tirib ham foydalanib ketishingiz mumkin. Ko'rinishi, orqa tomondan avtomobilning ko'rinishi juda ham chiroyli avtomobil. Endi baribir Mercedes-Benz chiroyli avtomobillar ishlab chiqaradi. Bilasiz, yukxona to'liq elektron tarzda ochiladi. Bu yerda ham deyarli 300 litrlarga yaqin sig'imga ega bo'lgan yukxonamiz bor. Bu yerda ham Evakordan grafit ekan, poliklar ham solib qo'yilgan ekan. Pardalari avtomobilimizda mavjud. Kerakli narsalarning hammasi bor. Yukxonani yopish. Bu xil difuzorlari ikkitali qilib ishlangan. Nimaga desangiz, aynan sport shaklda harakatlantirsangiz, avtomobilni bu xil difuzorlardan hudud haydab chiqarishni boshlaydi. Sizga buni gibridligini aytib o'tdim. Endi esa mana ko'rsataman, qarang. Zaryad qo'yishingiz uchun port. Bu Amerika uchun ishlab chiqarilgan Amerika varianti ekan. Shuning uchun zaryadlash porti ham boshqacha. Bizda endi bilmadim. O'zingiz uyga o'rnatib olasiz va uyda zaryadlaysizda. Shuning uchun boshqacharoq zaryadlash porti bunda. Dvigatelni ochamiz hamda sizga texnik xususiyatlari haqida ma'lumotlar berib o'tamiz avtomobilni. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda 3 litrlik turbina dvigatel avtomobilimizda o'rnatilgan. Ot kuchi 381 dan tashkil qiladi. Uzatmalar qutisi esa
9 pog'onali, maksimal tezlik 260 km/s, 0 dan 100 gacha 504 soniyada ushbu avtomobilimiz qo'zg'ala oladi. Shahar sharoitida siz gibrid shaklda harakatlansangiz 10 litrga ham bormaydi. Deyarli 6-7 litr ushbu avtomobilda yoqilg'i sarflashingiz mumkin bo'ladi. Buni endi batareyasi qanaqa desangiz, 15 kilovatlik litiy-ion batareyalar o'rnatilgan avtomobilda. Endi yordamchi gibrid hisoblanadi. Unaqangi ko'p masofalarni bosib o'ta olmaydi. Deyarli 80 kilometrga yaqin bo'lgan masofani elektr energiyasida bosib o'tishi mumkin. Avtomobil 2024-yilda ishlab chiqarilgan, Amerikadan keltirilgan avtomobil, oq rangda ko'rdingiz va bu avtomobilning narxi 89 ming AQSh dollari deb baholangan. Pastda raqam qoldiraman, aloqaga chiqib, yana narxidan savdolashib ushbu avtomobilning egasiga aylanishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.